Toshkentda Asl baraka brendi insonlarning yaqinlariga bo'lgan mehri, g'amxo'rligi va e'tibori mavzusiga bag'ishlangan Mehr nima nomli bolalar rasmlar tanlovi g'oliblarni tantanali taqdirlash marosimini o'tkazdi. Tanlovda 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar ishtirok etib, o'zlarining rasm chizishga bo'lgan qiziqishlarini namoyon etishdi. Tashkilotchilar ishtirokchi bolalarning mehr tushunchasi haqidagi o'z qarashlari, oila, o'zaro qo'llab-quvvatlash, ezgulik va birgalikda o'tkazilgan damlar tasvirlangan rasmlarni tanlab olishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra 5 nafar g'olib aniqlandi. Ularning chizgan rasmlari Asl baraka kolbasa mahsulotlarining cheklangan to'plamdagi qadoqlarini bezash uchun moslashtiriladi. Hozir shu haqida. 11 yoshli Umarxon uchun mehr bu so'z emas, amal. U Mehr nima tanloviga onasiga g'amxo'rlik qilayotgan farzand tasvirlangan rasm bilan qatnashdi. Mehr nima siz uchun? G'amxo'rlik. Oyim uxlab qo'ygan paytlari men shunaqa ustlaridan ko'rib qo'yaman. O'zim Instagramda ko'rib etdim, qatnashgan deb. 2-3 ta variant etgan edim, shu variant ichidan tanlab chizdi. 300 ta bolani orasidan aynan bizning ishimiz tanlanibdi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Amira Begimning odamzodning eng yaqin do'stlari jonivorlarga mehri bo'lakcha. Nima uchun aynan shu rasm? Chunki jonivorlarni yaxshi ko'rganim uchun va har bir bola ham kichiganish yaxshilik qilishi. Asl baraka brendi tomonidan tashkil etilgan Mehr nima bolalar ijodiy ishlari tanlovda 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan ishtirokchilardan jami 233 ta ijodiy ish qabul qilindi. Bolalar mehrni oila, g'amxo'rlik va birga o'tkazilgan baxtli lahzalar orqali ifoda etdi. Umumiy loyihamiz 1-iyundan, ya'ni bolalarni himoya qilish kunida yo'lga tushirilgan bo'lib, rasmlarni qabul qilish jarayoni 1 oy davom etdi. 20 tasini saralab oldik va ikkinchi bosqichda jurilar hamda kompaniyamiz vakillari tomonidan ular baholanib chiqildi. Saralashdan so'ng 5 nafar g'olib aniqlandi. Eng e'tiborlisi ular chizgan rasmlar endilikda Asl baraka mahsulotlarining cheklangan seriyadagi qadoqlarda aks etadi. G'oliblarga sertifikat, esdalik sovg'alari va oilaviy dam olish uchun vaucherlar topshirildi. Loyiha esa shu bilan cheklanmaydi. Barcha ijodiy ishlar maxsus saytga joylashtiriladi. Telman bog'ida esa bolalarning mehr haqidagi tasavvurlarni aks ettiruvchi ochiq ko'rgazma tashkil etiladi.